har qanday veb-sayt yoki ilovadan ro'yxatdan bizdan elektron pochta talab qilinadi. Keling, bugun elektron pochta ochamiz. Buning uchun bizga gmail.com veb-sayti kerak bo'ladi. Qidiruvga gmail deb yozsangiz chiqarib beradi. Va saytga kirganimizda bizda xuddi o'sha mana shunaqa oyna ochiladi. Biz bu yerdan Sazdat akkauntni bosib, для себя deganni bosib qo'yamiz. Va bu yerga o'zingizning ismingiz, Elbek, bu yerga familiyangiz va ajoyib bir nom o'ylab toping. Bu sizning elektron pochtangiz manzili bo'ladi. Va bu yerga parol yozing. Va bu yerda sizni haqiqatdan ham odamligingizni isbotlash uchun telefon nomeringizni kirityapti. Telefon nomeringizni kiriting. Va dalya tugmachasini bosing. Ana endi kiritgan telefon raqamimizga kod keladi. Google dan o'shani kiritishimiz kerak bo'ladi. Va подтвердить tugmachasini bosing. Endi bu yerga tug'ilgan sanangiz va tug'ilgan oyingiz va tug'ilgan yilingizni tanlab buni o'zingiz tanlaysiz va dalya tugmachasini bosasiz. Ana endi пропустить tugmachasini bosib o'rasiz va pastda принимаю degan tugmachasini bosasiz. Va mana bizning elektron pochtamiz xizmatingizga tayyor. Mana bu uning adresi, manzili.